2026-yil 1-fevraldan boshlab foydalanilayotganiga 50 yil va undan ko'p bo'lgan barcha transport vositalari davlat ro'yxatidan chiqariladi. Bunday transport vositalarini qayta ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi. Ushbu taqiq qadimiy, lekin antikvar mashinalarga nisbatan joriy etilmaydi. Shunday ekan, antikvar mashinasi 50 yil va undan ko'p bo'lgan mashinalarga nisbatan alohida davlat raqam belgilari joriy etiladi. Bundan tashqari, Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Charxin qishlog'ida mashina qassob ukamiz bor, Solijon degan. Solijon, endi transport vositalarini so'yishni bas qiling. Statistik tashkilotlarning bergan ma'lumotiga ko'ra, shu bugungi kunda foydalanilayotganiga 50 yildan oshgan transport vositalarining soni 87 mingdan ortiqni tashkil etar ekan. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yana bir maslahatim. Transport vositasi sizning nomingizda turar ekan, siz uni ishlatasizmi, ishlatmaysizmi yoki uyingizda chirib ketganmi yoki tovuq katak qilib qo'yganmisiz, undan qat'iy nazar ushbu transport vositasini hisobdan chiqaring, ro'yxatdan chiqaring. Nega deysizmi? Chunki siz ushbu transport vositasiga egalik qilar ekansiz, ushbu transport vositasi bo'yicha sizning mulk solig'ingiz shakllanib, mulk solig'ini to'lashni davom ettirasiz. Shunday ekan, bunday mashinalarni ro'yxatdan chiqarsangiz, soliqlaringiz ham yengillashadi.